Hech zamonda 30 ming dollarga ham kottejlar bor deb o'ylamagandim, akalar. Tasavvur qilasizlarmi? Bir xona kvartiradan ham arzon. Bu boshlang'ich yoki-da yarim pul emas, kottejlarning tan narxi. Agar shunaqangi arzon narxdagi uy-joylar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying. Har doim eng arzonni qo'yib boramiz. Ko'rib turganlaringizdek, 13 ta kottejimiz qurilgan, korobka holatida bo'ladi. 58 kvadratdan to 118 kvadratgacha. Eng kichkinasi 30 ming dollardan boshlanadi, kvadraturasi o'zgarishiga qarab 60 ming dollargacha o'zingizlarning vkusiga qarab tanlab olsanglar bo'ladi. Planirovkasiga keladigan bo'lsak, kirurushimizda shunaqangi kattagina hol bilan boshlanadi. Ikkinchi etajda jami 2 ta yotoqxona va bitta umumiy sanuzilga ega. Lekin bitgandan keyin juda ham chiroyli, yaxshigina uylanadi. Bir xona hozirgi kunda 40-45 ming atrofida sotilayotgan bo'lsa, 30 mingga buni sotib olib, 10-15 mingga bemalol remont qilib, mebel texnikalar bilan kirib yashasanglar bo'ladi. Bir xonada siqilib yashaydigan kattaroq oilalar uchun zo'r variant. Manzil keladigan bo'lsak, Zangiota tumani, Solnochniy bo'ladi, Quyoshli mahallasi. Deyarli hamma kommunikatsiyalar kelgan. Kimga agar shunaqangi arzon narxdagi kottejlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda quruvchilarning nomerini qoldiramiz. Bemalol kelib, o'zingizlar yana boshida savdolashib olsanglar ham bo'ladi.